joylarni mana shunaqa choklik go'zal qilmoqchi bo'lsanglar, u asosda belgilab olasizlar. Demak, bizani anaqa asosimizni bo'yi mana bu turgan joyi 40 bo'lyapti, eni ham 40 bo'lyapti. Demak, 40 ga 40 anaqa bo'lyapti bizada. Endi bu buklovda qizlarjonlar, buklovda. Demak, biz buklovda tepas bo'yiga 50, yoniga 50 qilib mato kesib olamiz va keyingi qiladigan ishimiz nimaligini tushuntiraman. 50 ga 1 metr, ya'ni buklovda 50 ga 50 bo'lgan anaqani matoga taxminan hozir aytaman sizlarga точныйсini, taxminan emas, точныйсini aytaman sizlarga. 8 sm ga 8 sm kubiklarni chizib chiqdim. Mana oldinisiga bunaqasiga, keyin bunaqasiga. Demak, tikishni boshlaymiz. Burchagidan boshlab shunday buklab olasizlar. 1 mm chok, undan katta berib yormaydi. 1 mm, ya'ni ikkita lapkani o'rtasidan mana qizlarjonlar, opparasi 32 daqiqada tikib bo'libman. Mana shunaqa 1 mm da qilib tikib olasizlar. Cho'q farqi bilan manbalari ham uvol qolmaydi. Agar xohlasanglar, u bu yana qanaqadir masalan yengini manjetigami yoki u bu yoqlariga ham qo'yib yuborsanglar ham bo'ladi, yoki bo'lmasa buni tashlab yuborsanglar ham bo'ladi. В принципе, bizlarning qiladigan ishimiz mana manbida bizga kerakli bo'ladigan detal. Mana shu detal edi. Mana shu detalimizni hozir endi matoyimizga qo'yamiz.